alaykum hammaga. Bugun biz uy sharoitida tabaka taomini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar bitta butun tovuq kerak bo'ladi, ya'ni jo'jacha kerak bo'ladi va sariyog' kerak bo'ladi, chesnok kerak bo'ladi. Tovuqimizni birinchi o'rinda yaxshilab yuvib tozalab olamiz. Ortiqcha joylarini olib tashlaymiz. Keyin ustidan marinovkasini qilib qo'yamiz. Marinovka men faqat tuz bilan qilaman. Shuni juda ham mazali va yoqimli bo'lib chiqadi. Tuzimizni yaxshilab sevib olib, orqa oldini yaxshilab tuzni ayamasdan surkab olamiz. Keyin qizib turgan qozonimizga tovuqimizni orqa oldini qizartirib, yaxshilab qovurib olamiz. Bu jarayon juda ham tez bo'ladi. Orqa oldini qizartirib olgan tovuqimizga sous tayyorlaymiz. Ya'ni chesnokni maydalab to'g'rab, ozgincha suv solib, tuz solib, tovuqimizni, ya'ni o'sha qizarib pishgan tovuqimizni ustidan o'sha sousimizni qo'yib, ustini surkab olamiz. Bu juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ya'ni chesnokning hech qanaqa hidi kelib qolmaydi. Qo'rqmasdan bemalol chesnokni ayamasdan surkasanglar ham bo'ladi. Sizlarga surkab olamiz. Yaxshilab ustiga surkab olamiz chesnokni ayamasdan. Juda ham suvlikkina bo'lib chiqadi, mazali bo'lib. Yana qozonimizni qizdirib, ozgincha yog' solib, o'sha tovuqimizni solamiz ustidan. Istalgan turdagi sariyog'ni solsak bo'ladi. Sariyog'larimizni terib olamiz. Ozgincha yarim piyolacha suv solib, dimlab qo'yamiz.